Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Qur'on xatm qilinganda 4000 farishta tushadi, duo qiladi degan hadis sahihmi debdilar. Bunga o'xshagan yana ba'zi hadislar bor. Ba'zi hadislarda esa mana Qur'on o'qilgan paytda xatm qilinganda 60,000 farishta tushadi degan bir gaplar ham bor. Lekin bu narsalar sahih emas. Yuqoridagi rivoyat إذا ختم العبد القرآن صلى عليه عند ختمه 60,000 malak. Agar banda Qur'on xatm qilsa, keyin xatm qilgan paytida unga 60,000 farishta salovat aytadi degan narsa haqida bu rivoyatida Ibn Sam'on degan bir kazzob bor va Abu Sa'id al-Adaviy degan bir hadis to'quvchi odam bor. Shuning uchun bu hadis mavdu, ya'ni to'qima hadis emas. Haligi ikkinchi hadis esa yani man qara'a Qur'ana thumma da'a amana ala du'aihi 4000 malak. Kim Qur'on o'qisa-da keyin duo qilsa, uning qilgan duosiga 4000 farishta amin deydi deganligi. Buni ham Dorimi rivoyat qilgan Humaydul A'raj so'zidan. Bu hadis ham zaif hadis. Demak, bu borada aynan muayyan paloncha farishta senga salovat aytadi, duo qiladi degan gap yo'q. Umumiy hadislar bor. Haqiqatda Qur'on o'qilganda farishtalar tushishligi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek ma min abdin min ibadillah ayyuma abdin min ibadillah yajtami'una fi baytin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima baynahum illa nazalat alayhimus sakina wa haffathumul malaika wa haffathumur rahma wa ghashiyatuhumul malaika. Qaysiki bir bandalar Allohning uylaridan bir uylarda jamlansalar, Allohning kitobini tilovat qilsalar, o'zaro o'rtalarida shuni zikr qilsalar, dars qilsalar, ana shularda sakinat tushadi ularga. Farishtalar qamrab oladi. Rahmat ularni qurshab oladi va Alloh ularni o'z huzuridagi insonlar safida zikr qiladi deyilgan. Lekin bu ma'no aynan Qur'onni xatm qilib chiqishga xoslanmagan. Qachon o'tirib Allohning uylaridan bir uyda, masjidlarda to'dalashib Qur'onni o'rganilsa, mana shu ajrga inshaalloh ega bo'linadi. Lekin muayyan paloncha adad farishta senga salovat aytadi degan gap yo'q. Ammo yana savolning ikkinchi qismida aytdilarki, agar xatm qilinsa, duo qilinishlik, Ibn Abbos radhiyallohu anhu shunaqa qilib duo qilar ekanlar, xatm qilingan insondan duo so'rar ekanlar deganliklari, haqiqatda xatm Qur'ondan keyin duo qilishlik salaf solihlardan mashhur bo'lgan. Imom Qurtubiy rahimahulloh aytganlar, yustahabbu iza khatamal Qur'an an yajma'a ahla. Kishi Qur'on xatm qilganda ahlini jamlashligi mustahab bo'ladi degan. Ya'ni butun bola chaqalarini jamlab o'tirib birga duo qilsalar. Anas radhiyallohu anhu dan va Ibn Abbos radhiyallohu anhu dan shunaqa rivoyatlar kelgan. Xususan Anas radhiyallohu anhu ahlini bola chaqasini jamlab xatm Qur'ondan keyin duo qilganlar, vallohu alam.